Kimda 3 ta qiz bo'lsa, o'sha qizlarni juda chiroyli parvarish qilib, mehr ko'rsatib, boshini silab, ularga tarbiya bergan otaga mana shu jannat. Nima uchun? Nimaga endi mana shu qizlarga shuncha e'tibor? Birinchidan, qiz bolani boqib tarbiya qilishlik bu o'ta mas'uliyatli, o'ta og'ir vazifa. Ayniqsa bugungi kunda. Ayniqsa bugun butun dunyoda fisq fujur ko'paygan bir paytda, ommaviy madaniyat degan turli xil ko'rinishlari kirib kelayotgan bir paytda qizlarimizni iymonda, e'tiqodda, milliy g'ururda, taqvoda ushlab tarbiya qilishlik oson narsa emas. Demak, o'sha qadimdan qizning tarbiyasi o'ta ahamiyatli bo'lganligi uchun payg'ambarimiz vasallam shu hadisda aytdilar. Qiz bolani mashaqqatini chidab, uni katta qilib boqib, 3 tasini tarbiya qilgan otaga jannat vojib bo'ladi deb.